uchta o'g'li bor edi. Uch o'g'ilning uchta xotini. Ikki barobar ro'yxati qay biriga aytsin botir. Har birida 2-3 bola. Har birida Rusmon degan o'g'il maktab, bog'cha, kunda 100 chiqib, undan boshqa 1000 tashvishi bor. Har bir dori 6000 kallasi. Pensiya o'lgur urvoq bo'lmaydi, og'ir keldi shu qish chillasi. Chiday desa og'ir bo'lmaydi. Yotmasangiz bo'lmaydi, xola. Doktor yigit jiddiy chayqalmish. Xo'p, deydi tez yordam kelgach, to'tongacha dardga beradosh. Dilbanqal o'g'lini chaqir. Qo'ying, ha, bo'lar oti darvoza. Qo'ying kelib qolar ahad. Umid qilar eshikni qarab. Bo'lsa faqat sizgami? Shunda ham bir dunyo qarzdasiz. Pul yaxshi dardi bizgami? Dadasi bunchalar soddasiz. Obbo o'zi pul yo'qligida yana dori kasalxonami? Ana olib borsin akangiz. Ona bitta sizga onami. Peshonaga yozgani bo'lar, bandasining qilgani bekor. Shuncha bordingiz yetar, ana ikki akangiz ham bor. Borgan sari umidi so'nib, ona ichki yutar dardini. 3 ta o'g'li bor edi uning, 3 o'g'lining 3 ta xotini. Yurdi, yiqildi og'ir. Yotib qoldi ona ushtiqlar. Borishgandir, borgandir degan biror o'g'li olmadi xabar. Faqat bir dard chekardi chol, his qilmasdi ochmi to'qligi. Birinchi va oxirgi bor alam qildi qizi yo'qligi. Jiringladi oxir azob, og'riq, isitma titroq. Oh dedi-yu ko'z yumdi tildi, jiringladi oxir qo'ng'iroq. O'g'ling o'ldi, endi kelarsan. Qaytar dunyo qaytar albatta, deb aytolmas biror botini. Tilim yig'lar endi onam deb, 3 o'g'lining 3 ta xotini. Qo'rsinda otamning g'ayib. Xos ko'rmoqda kimning bor haddi, bir chekkada yotar sarg'ayib, 2 baroq dori ro'yxati.